Hop, anchadan beri bunaqa tush ko'rmagandim. Hozir sizlar bilan o'sha haqida gaplashamiz. To'g'risi, bu narsani boshqatdan sizlarga aytib berish uchun ham eslashim men uchun anchagina nagruzka bo'ladi. Hop, mayli, endi va'da berib qo'ydim, aytaman. Yotibman, mani bilasizlar, nima beremini bo'lganimda bir marta aytib beruvdim. Mani bacham tushgan. Bacham tushganligi sababli qattiq stressga tushganman. Bu Muzaffardan oldingi homilam bo'lgan. Keyin, tush ko'ribman. Tushimda nima mani sobiq qaynotam mani va nima deydi, Muzaffar yonimga kattagina endi bolacha bo'lgan yonimda o'ynab yuribdi. Biz endi nima hovlimiz ikkita bo'lgan. Ular u yoq tomoniga, biz bu yoq tomonga, darvozadan bu yoq tomoniga, biz u yoq tomoniga. Ular er-xotin yashashgan, ya'ni sobiq qaynonam, qaynotam. Keyin nima endi tush ko'rib o'tiribman. Tushimda endi bir alahsirab turdim, lekin to'g'risi eslolmadim. Ikkinchi martasida nima yaxshilab yotganimda xuddi o'sha tushimni davomini ko'rganday bo'ldimda. Nima qaynotam kelibdilar. Mani urishyaptilar. Bilmayman nimalar deb urishyaptilar. Aniq eslay olmayman. Lekin tinimsiz urishyaptilar. Keyin Muzaffar hozir kichkina-ku. Unda sal kattaroq bolacha, xuddi 3-4 sinf, ko'p ham katta emas, 3-4 sinf ketadigan bolachaday. Keyin nima urishayotganlar uchun meni himoya qilishga nima harakat qilayotgan jarayoni bo'libdi. Endi tushimda men yo'q, qo'y, kerak emas, gapirma deyapman, lekin u kishini mani nima deb urishayotganlari, keyin Muzaffar nima deb meni tarafimni olayotgani umuman nima tushunarsiz. Nima uchun bu nima situatsiya bo'layotgani umuman tushunarsiz. Keyin nima u meni himoya qilmoqchi bo'ldi. U meni himoya qilmoqchi bo'ldi. Keyin nima pichoq qayerdandir paydo bo'ldi. To'g'risi o'sha payt o'zimni ham organizmimga o'zim his qilaman degan narsani realni men aytdim degan narsani. Keyin pichoq nima qildilar? Qo'rqdim. Muzaffarni himoya qilmoqchi bo'ldim. Qoch, kerak emas, aralashma demoqchi bo'ldim. U payt keyin nima endi sobiq erimni chaqirdim, otangni bu yerdan olib ket, hozir bir nima ish qilib qo'yadi degan nima gaplarni aytishni boshladim. O'zimni gaplarimni juda ham yaxshi eslayman, lekin ular menga nima deganini umuman eslolmayman. Nima noaniq. Keyin u borgan, uni nimaga stalbaga bog'lab qo'yishganini men derazadan ko'rib qolganman. Derazaga stalbaga bog'lab qo'yishgan. Keyin uni chaqirganim bilan baribir befoyda ekanligini men tushunganman. Keyin Muzaffar meni himoya qilmoqchi bo'lgan. O'sha arada uni oyog'i kesilib ketgandan keyin men qonni ko'rib, battar nimaga tushganman, shok holatiga tushganman. Kallam ishlamay qolgan. Keyin yuragim tez-tez urishni boshlagan. Hushimdan ketmoqchi bo'lgan vaqtimga miyam aytganki, hozir men hushimdan ketib qolsam, yoki meni yoki uni pichoq suqib o'ldiradi degan nima xayol kelgan-u, bachamni ko'tarib yugurib qochib ketganman. Qochib nimaga 102 ga telefon qilganman. 102 ga telefon qilganimda esa nima adresingizni ayting, qayerda turibsiz, qaysi mahallaga turibsiz, kim sizga bunaqa nima qilibdi degan savollarni juda ham ko'p menga berishganligi sababli men nima deydi uni tezroq yordam kutganim uchun ularga savollariga javob bera olmaganman-u, telefonni o'chirib o'zim yugurishda davom etganman. Keyin politsiyaga borgan vaqtimda meni oynaga qaramaganman, bo'yinlarim qizarib ketgan. Shunaqa u Muzaffarni esa oyog'ida tikishayotgan bo'lgan. Tovon qismini, mana bu qismini mana bunday kesilgan, tikishayotgan bo'lgan. Ana shunaqa tush ko'rdim.
To'g'ri, o'zi bu narsalar sizlarga сказкаday eshitilishi mumkin, lekin men realni shunaqa tush ko'rib, qo'rqib turdim. To'g'risi, bu narsani nima uchun bunday tush ko'rdim? Bunaqa narsalarni anchadan beri miyamdan chiqarib tashlagandim. Umuman o'ylamayotgan edim. Lekin nima uchun bunaqa tush ko'rdim? Nima uchun imенно bunaqa situatsiya bo'ldi? To'g'risi o'zim ham bilmayman. Mani hayotimda hamma narsa tinch, sokin, yaxshi edi. Keyin men sizlarga gapimni boshiga beremenligimda bo'lgan degan narsam esa bu darajada bo'lmagan, sal yengilroq bo'lgan, lekin baribir o'sha narsa ham mani miyamga qattiq ta'sir qilgan. Chunki men этот 3 haftalikmi, 2 haftalikmi beremenniy bo'lganman. Уже beremenniligim tasdiqlangan. Testga qilganman, boshqa qilganman. Уже keyin o'zlaringizlar bilasizlar-ku, beremenniy bo'ldikki, odamlar, ayol kishining organizmi o'zgara boshlaydi. Har xil ko'ngil aynishlar bo'ladi. Shunaqa situatsiyalar o'tayotgan bo'lgan. Unga o'g'ri chiqibdi. Situatsiyalar o'tayotgan bo'lgan. Keyin oshxonada ovqat pishirib o'tirgan bo'lganman. Ovqat pishirib o'tirganimda sani qilgan ovqating menga kerak emas, chiq bu yerdan deb mani qavurib o'tirgan bo'lganman. Mani qo'limdan ushlab oshxonadan siltab chiqarib haydaganlar. Keyin naqa bo'lgan, men depinib tushganman. O'sha payt endi homilam yo'ldosh bilan uzilgan. Keyin men o'sha payt bilmaganman, prosta men qo'rqqanman, chunki erkak kishi baribir ayol kishiga gapirsa qo'rqarsiz-ku. Keyin qo'rqqanman. Qo'rqqanimdan keyin aradan nechadir soat o'tibdi, 6 soat, 7 soat o'tibdi. Уже menda qon ketish jarayoni bo'libdi. Keyin o'zim qo'rqqanman.